Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan MC5 loyihasini davom ettiramiz. 5-savollarga yetib keldik. Demak, hozirgi videoda 5-savollarning yechimini qilamiz. Birinchi savol. Mana shu ifodani soddalashtiring debdi. Xo'p, -3a ni 4-chisi 12 marta ko'paytirilgan. Shuni bo'lishim kerak. -3a ni 4-chisini 8 marta ko'paytirilganiga. Demak, ikkalasidan e'tibor qilsak, -3a ni 4-chisi ko'payib ketyapti. Demak, pastda ko'paytirilganlarni ayirib qo'ysak, o'sha darajasi desak bo'ladi. Ya'ni -3a ning 4-chisini 12 dan 8-darajasi ayrilsa 4-chisi qoladi. Demak, mana shunga teng bo'lar ekan. Bu demak, mana buni birinchi darajaga oshirishim kerak. 4-chisiga oshirsam bu musbat bo'lib ketadi. Yana 4-darajaga oshirsam, xuddi shu narsani 16-chisi bo'ladi. Demak, bu 3 ni 16-chisi kara a ning 16-chisiga teng bo'lar ekan. To'g'ri javob bizada D kalit bo'lar ekan. Keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchisi. Agar x kub mana shunga teng va 4-darajali ildizda y mana shunga teng bo'lsa, x taqsim y ni toping debdi. Demak, birinchi bularni soddalashtirib olsak, x kub barobar 3125 5 ni 5-darajasiga teng. Shuni 36-darajasi deyapti. Xo'p, y 4-darajali ildizda bu demak 125 esa 5 ni kubi. Shuni endi 5-darajasi bo'ladi. Endi ikkalasidan x bilan y ni topaman. X ni bu yerdan topishim uchun kub ildiz olishim kerak. 36 dan kub ildiz oladigan bo'lsam 3 ga bo'lishim kerak bo'ladi. 5 ni 5-sini demak, xo'p, 3 ga bo'lsam 12-darajasi bo'ladi-da. Bu 5 ni darajalar ko'paysa 60-siga teng bo'ladi. Endi y ni topishim uchun ikkala tomonni 4-darajaga oshirishim kerak. Hozir bizada 5 ni 15-chisi bo'lib turibdi. 5 ni 15-sini 4-darajaga oshirishim kerak. Bu demak 5 ni 60-siga teng bo'ladi. Demak, bundan ko'rib turibmizki, x bilan y teng ekan. X bilan y teng bo'ladigan bo'lsa, ularning nisbati 1 ga teng bo'ladi-da. Demak, to'g'ri javob bizada C kalit bo'lar ekan. Uchinchi savol. Agar logaritmik kasri x qo'shilgan y z ga teng, x kvadrat qo'shilgan y kvadrat 2 ni 2z-chisi qo'shilgan 2 ni z-chisi va x kub qo'shilgan y kub mana shunga teng bo'lsa degan. A va B ning ratsional qiymatlari yig'indisini toping debdi. Xo'p. Birma-bir buni hisoblashni boshlasak. Birinchisidan boshlasam, xo'p, x qo'shilgan y bizada 2 ni z-chisiga teng bo'ladi. Endi x qo'shilgan y kvadrat barobar 2 ni 2 z-chisi qo'shilgan 2 ning z-darajasi bo'ladi. Xo'p, x kub qo'shilgan y kub esa a ko'paygan 2 ni 3 z-darajasi qo'shilgan b ning 2 ni 2 z-darajasi bo'lar ekan. Endi birinchisini kvadratga oshiraman. Birinchisini kvadratga oshirsam, mana bu x kvadrat qo'shilgan y kvadrat paydo bo'ladi. Kvadrat ko'tarsam, x kvadrat qo'shilgan 2xy qo'shilgan, xo'p, y kvadrat teng bo'ladi 2 ni endi 2 z-chisiga. Xo'p, endi bundan x kvadrat qo'shilgan y kvadratni joyiga mana buni qo'ysam, 2 ni 2 z-chisi qo'shilgan 2 ni z-darajasi barobar bo'ladi bizada 2 ni 2 z-chisi ayrilgan 2xy ga. Bu yoqqa xy ni ayrish qilib o'tkazib oldim. Endi mana bu 2 ni 2 z-darajalari ikkovi bir xil. Bu ikki tomonda bir xil qo'shiluvchi bo'lib turibdi, ketadi. Demak, bizada 2 ni z-chisi teng bo'lyapti -2xy ga.
Bu yerdan x ko'paytirilgan y ni topib qo'yamiz. X ko'paygan y bizada 2 zetinchisi minus 2 ga bo'lganimga teng bo'ladi. Bu esa bizada minus 2 z minus birinchisini beradi. Demak, x y ni topib oldik. Endi bu kerak bo'ladi. Mana bunda, uchinchisini topishim uchun birinchisini kubga oshirishim kerak bo'ladi. Kubga oshirsam x kub qo'shilgan y kub qo'shilgan 3 ta xy ko'paygan x qo'shilgan y. Mana bunday ko'rinishda formula bor. O'shandan foydalansak, bu demak bizada xo'p a ko'paygan 2 ni 3 zetinchisi qo'shilgan b kara 2 ni 2 zetinchisi bo'ladi. X kub qo'shilgan y kubni o'rniga qo'ysam, endi mana buni qo'shib qo'yishim kerak. Buni ham o'rniga birdaniga qo'yib ketsam, 3 ko'paygan x y joyiga mana buni qo'yaman. Hozir topib oldik. Minus 2 ni z minus birinchi darajasi ko'paygan x plus y ni mana boshida topgan edik. 2 ni zetinchisiga teng edi. Endi buni o'zi bizada x plus y ni kubi bo'ldi-ku. Bu kubga oshirganim 2 ni 3 zetinchisiga teng bo'ladi. Endi buni ayniyat qilib soddalashtirsak, chap tomoni a ko'paygan 2 ni 3 zetinchisi qo'shilgan b kara 2 ni 2 zetinchi darajasi xo'p minusda bo'lar ekan 3 ko'paygan darajalar qo'shilsa 2 ni 2 z minus birinchi darajasi bo'lar ekan. Teng bu 2 ni 3 zetinchi darajasiga. Chap tomonini yana soddalashtirishga davom etaman. A ko'paygan 2 ni 3 zetinchisi qo'shilgan b ko'paygan 2 ni 2 zetinchi darajasi. Xo'p, mana buni 2 zetinchisi ayrilgan birni, bittasini minus birinchi darajasini ko'paytirish qilib ochib chiqib 3 ga bo'laman. 3 taqsim 2 bo'ladi. Ko'paygan 2 ni 2 zetinchisi bo'ladi. Tenglik bu demak 2 ni 3 zetinchi darajasiga. Endi a ko'paygan 2 ni 3 zetinchisi qo'shilgan bundan 2 ni 2 zetinchisini ikkalasidan chiqarib olsam b ayrilgan 3 taqsim 2 paydo bo'ladi. Ko'paygan 2 ni 2 zetinchisi. Bu teng bo'ladi 2 ni 3 zetinchi darajasiga. Endi ayniyat qiladigan bo'lsam, mana bu qism bizada yo'qolib ketishi kerak. Bundan kelib chiqadi. Bizada b 3 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. A esa 1 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, a bilan b ni mana qiymatini topib oldik. Bizadan a va b ning ratsional qiymatlari yig'indisini so'ragan ekan. Demak, qo'shib qo'yishim kerak. A qo'shilgan b 1,5 ga 1 ni qo'shsam, demak bizada 2,5 hosil bo'ladi. To'g'ri javob bizada B kalit bo'lar ekan. Keyingi 4-savolga o'tamiz. 4-savolda agar x mana shunga teng bo'lsa degan, mana shu ifodaning qiymatini toping debdi. Xo'p, demak 1 qo'shilgan 1 taqsim x nimaga tengligini topib olaylik. 1 qo'shilgan 1 taqsim x 1 taqsim kub ildizda 4 qo'shilgan kub ildizda 2 qo'shilgan 1 bo'ladi. Endi mana bu kasrni irratsionallikdan qutqarsam 1 qo'shilgan bu kub ildizda 4 ni 2 ni kvadrati deb oladigan bo'lsam, bu a kub minus b kub formulani ikkinchi havosiga o'xshab qoladi. Demak, birinchi havosiga ko'paytirib olaman bu uchun. Bu esa bizada kub ildizda 2 ayrilgan 1 ga ko'paytirib bo'lishdan iborat bo'ladi. Maxraj shunda bizada 2 ayrilgan 1 ko'rinishga kelib qoladi-da. Mana shuni ayirmas ko'rinishda kub ildizda 2 ayrilgan 1 ga ko'payadi. Bu kublar ayirmas formulasiga keladi.
Kubildizda 2 ni kubi 2 bo'ladi, 1 ni kubi esa 1 bo'ladi. Mana shu narsa bo'ladi makrajda. Endi makraj 1 bo'lib ketdi. 1 qo'shilgan, xo'p, kubildizda 2 ayrilgan 1 qolar ekan. 1 lar ketadi. Kubildizda 2 qolyapti. Demak, bizada kubildizda 2 ni 2025-darajasini hisoblashga to'g'ri kelib qolar ekan. Bu demak 2 ni 2025-si taqsim 3 ni hisoblashga to'g'ri keladi. Bu 2 ni xo'sh 20 ni ichida 6, 22 7, 15 ni ichida 5 marta. Demak 2 ni 675-siga teng bo'lar ekan. Javob bizada C bo'lar ekan. Oxirgi 5-savolimiz. Agar 2 ni 64-si A ni A-siga va kubildizda 3 ni 54-si 3B ni B-siga teng bo'lsa, 3A qo'shilgan 2B ni qiymatini hisoblash kerak ekan. Xo'p, demak 2 ni 64-sini xo'p, men A ni A-si ko'rinishda yozadigan bo'lsam, 2 ni 4-sini 16-si deb yozishim kerak bo'ladi-da. Shunda bu 16 ni 16-darajasi ko'rinishda bo'ladi. Buni A ni A-si deydigan bo'lsam, bundan bizada kelib chiqadi A ni 16 ga tengligi. Xo'p, A chiqdi bizada. Endi B ni topib olaman. Ildizda 3 ni 54-darajasi degan. Buni 3 ni 1 taqsim 2 bu yoqqa bo'lish bo'lib chiqadigan bo'lsa, 3 ni 27-si bo'lib qoladi-da. Bu bizada 3B ni B-darajasi ko'rinishda yozib olishim kerak. 3 ni 3-sini 9-si deb olsam, bu bizada 3 kara 9 ni 9-si ko'rinishda bo'ladi. Demak, bu bizada 3 B ni B-siga o'xshadi. Bundan B ni qiymati ko'rinib turibdiki, 9ligi. Demak, A ham B ham chiqdi. Endi ifodaning qiymatini topsam bo'ldi. 3A qo'shilgan 2B teng bo'ladi 3 ko'paygan 16 qo'shilgan 2 ko'paygan 9 ga. 3 kara 16 48 ga teng. Qo'shaman 9 kara 2 esa 18. Buni hisoblasam 66 ga teng bo'ladi. Demak, to'g'ri javob bizada D bo'lar ekan. Shu bilan 5-savollarimizning yechimi ham o'z yakuniga yetdi. Bizni kuzatishni davom eting. Qo'llab-quvvatlash uchun like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.